Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil 15-mart kuni Andijon avtomobil bozoridamiz. Narx-navolar haqida sizlarga ozdan ma'lumotlar bildiraman, xudo xolasa. Narx-navolarni so'rab kim necha pul bo'lyapti, nima qilyapti deb. 24 ming toza. Puli necha pul aka? 7000 kam bor. Internetga qo'yapman. Nobodaga nomerlarni aytaverasizlarmi? 99lik 874 4555 telefon qilaverasizlar. Go'zal ekan haqiqatdan. Hech qanaqa rasxod qilmaydi. Qancha yili boshqa tanitadi ma'lumotni? 2024 58 million toza. O'zimning nomimda bir qo'l minilgan. O'zimning nomimda bir qo'l. Qayerda mashinasi bu? Qo'rg'ontepa darda. Qo'rg'ontepa dardadan, ha, bo'ldi. Qo'rg'ontepa darda. Generalni ichga ko'rar ekan-da. Prostoyda bersam beradi. Xohlagan hujjat bo'laveradi aziz vatandoshlar. Mana telefon qilaverasizlar. Kimdir necha pul berdimi? Kira raqam ekan. Necha pul berishdi aka? 65-66 berishyapti. 6,5 berishyapti yani akalar. $1,500 sarflangan mashina. $1,500 pul sarflangan mashina ekan akalar. Telefon qilaverasizlar. Kimgadir qiziqarli bo'lsa mana. Chepcha qo'shib beradi mana. Savdo bityapti. 7 millionda, boshqa. Holatlarini kanalimga qo'yib yuboraman. Yaxshi insonlarga. Yillari holatlarni qo'ydim, hozirga 20 Bo'l. Mana 20 da 784. Kraskasi qanaqa edi? Top toza. Toza yurgani qancha edi? Yurgani 147 ming. Pulichi aka? Buni 5400. Yo'q, hozir kamga 52 ga beraman deb qo'ydim Ana. oxiri. 5200 ga aziz vatandoshlar, 5200 ga shita sanaganga berilaveradi. Mana 4 chexollarni Hamma yo'q, mana ko'rsatdim. Mana ishlari. O janovari, mana ishlari. Go'zal ekan haqiqat. Qiziqib qolganlarga nomeringiz necha edi? 93lik 255 55 44. Vo, nomeri ham vovullaveryapti ama. Qaysi yana sizdan edi mana nomeri? Mana edi. Yana bitta 20si mana. Ha. U sal ko'proq yurgan ekan. Buni 5 dan o'tib beramiz a? Buni 5000 ga beraylik deyapmiz. 5000 ga beramiz, toza lekin. Motori noldan motor qilib qo'yilgan. Motorlar qilingan, tayyor. Motor qilingan. Generalni ham chiqaradi, unga ham Olagan hujjat bo'laveradi, ikkoviga ham. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar aziz vatandoshlar. Mana men do'stim kelyapti. Yago. Do'stim, video olib qo'yapman do'stim. Ole, seni butun jahon ko'rsin do'stim. Mana do'stlarim bor meni. Do'stim 200 ming bersam bo'ladi. Spark bozorlardan o'tib ketyapmiz mana. Ishimizdan oldi. Mana 2018-yil 122 ming yurgan bitta krilosa kraskasi bor ekan. Aka puli necha pul ekan buni? Qancha? 7,5 ming kam bor. 7 ni pasti bitadiganmi? Bu 3-payız avtomat deb bo'ladi. Nima bu qimmat aytyaptimi? Avtomat ekan aziz vatandoshlar. Qiziqqanlarga nomeringizni aytib qo'ysak bo'laveradimi? 90 256 56 26 ga telefon qilaverasizlar. Nomor kimgadir qiziq bo'lsa. Ko'chada ham bozor qizg'in bo'lyapti-kan mana. La mashina. Ichkari ham, tashqari ham mashina to'lib ketdi. Lasettiga qiziqadiganlarga mana. Yurgani qancha ekan yurgani?
Avtomat jalobga Lacetti. Puli nechi pul ekan buni aka puli? 5,5 ming kam. 5,5 ming kam bor. 1.6 motor, yili 13. Yili 1.6 motor, yili 13. 13. Kraskasi bitta ikkita petosi bor xolos. Kraskalari mana yengil, dilak krasalarga militsi. Ha, bo'ldi. San chiqqanlarga, san chiqqanlarga. Qiziqqanlarga nomer aytib beramizmi? 91lik, 91lik. 499, 499 55 98. 55 98 telefon qilaverasizlar. Akalar pramo o'zidan birov o'rtada vositachi yo'q. 18. 18 Cobalt ekan buni. Mexanika avtomat, mexanika ekan. Ya'niki Yurganichi? 170 ming yurgani. Toza. Yo'q, kraskalar bor. 30%. Puli-chi puli? 7,5 mingdan tushib beradi. 7,5 ming kam bor ekan aziz vatandoshlar. Bu ham 170 mingga oz ekan, yurgani balonlari yaxshi ekan. Ravon yevro. Bu ham hozirgi nomerni egasiniki. Agar Cobaltga qiziqsanglar, hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Sparklarni qo'yib yuboraymi aka qiziqqanlarga? Charchab qolmayapsizmi?